Salom hurmatli obunachilarimiz. Hozir sizlarga bir lifehack shoperlarga kerak bo'ladigan, ayniqsa taksida yurgan akalarimizga. Qaranglar, 4-pokoleniya metan. Hozir bu yerda nima bo'ldi situatsiya? Benzin o'ylamagan yerda benzin yo'q bo'lib qoldi. Benzin yo'q bo'lgandan keyin pustoy bakda nasos pustoy, xalostoy ishlaydi. Bu bilan ko'pga bora olmaysizlar. Nasos yonib ham ketishi ham mumkin, yerib qoladi. Shuning uchun shunday situatsiyada menakay relayning yonida F19-predexantilda olasizlar. Mana yaxshilab ko'rganmi? Может, pauzaga qo'yib tog'ib olsangiz ham bo'ladi. Menakay spesialniy predexantillardan plasmas turibdi. Mana oldik. Shu predexantilda olasizlarda benzin zapravkagacha yetib kelasizlar. Mana hozir bizning holatimiz tog'iday. Hozir benzin zapravkadamiz. Shuni olib benzin zapravkaga yetib kelasizlarda predexantil joyinab qo'yasizlar. Shu vaqtda o'sha benzin nasosida kuyish nesi riski kamroq qoladi. Like bosib qo'yamiz.